Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Bugungi manzilimiz Delfin samboykasi bo'ladi. 7 oy oldin bu yerga kelib, ustanovka jarayonlarini Yusuf akamiz qilib berishgan ekan. Qisqacha gaplashib o'tamiz. Yaxshi daromad topyapti. Xudo xolasa, ko'ring samboykamizni ustanovka qilgani, maslahat qilganlik. Bundan biz bitta video loyiha olaylik dedik. Xudo xolasa, 7 ta funksiyali qilib berganmiz. Voda, pena, vosik, nano, aktivniy pena, osmos, pauza knopkasini o'rnatib berganmiz. Xudo xolasa, akani o'zi xursand, zo'r zakonda ishlab turibdi. Aka, daromad qanday? Yaxshimi? O'zingizga manzurmi? Bir tavsiya bersangiz. Harakat qilgan odam otish kerak, mehnat qilish kerak. Shunday ham kelib turibdi. Xudo xolasa, ish bilan ta'minlangan, o'zini vaqti yo'q odam ham qilib qo'ysa, yaxshi daromad topsa bo'ladi. Xudo xolasa, qilish kerak bo'lgan biznes qo'yasiz, ertaman qaraysiz, zakotobka penalariga qilib qo'yasiz, kechga borib pulni yig'ishtirib Sabokasini olib zo'r bo'ladi. Ishchi qo'yib qo'ysa ham do'konchani ochib, bitta odam ham oyiga 2-3 millionlik daromadli bo'ladi. Undan tashqari boksdan tushgan daromad o'zlariniki bo'ladi. Izlash pistoletlarimiz bilan qilib berganmiz. Xudo xolasa, zakonga zo'r holatda muammo bo'lmaydi. Zinni rejimlar bilan qilib berganmiz. Qishda ham xudo xolasa to'xtamasdan mukammal ishlashdi. Aka o'rtan, seriyalar to'xtab qolganda ham bularda samboykalar umuman o'chmadi. Daromad motorlarni ko'radigan bo'lsak, volt motor Ariel pompamiz bilan o'rnatib berganmiz. Italyanskiy. 4 xil ximikatli. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Do'konda aka xursand, manzur, mazza qilib ishlatishyapti. Ekonomishning puskatel variantini bilan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa muammosi yo'q. Doimiy zo'r ekonomishni variant bilan totostoplarimiz bilan aka xursand, xudo xolasa zo'r ishlab turibdi. 2 tonnali bochkaga zinni rejimlarimiz bilan o'rnatib berganmiz. Bu muammosi yo'q. Xudo xolasa zakonda zo'r holatda ishlab turibdi.